Topladım ama kaçta geçiren var. Endi ikinci şeyimiz vatandaş. Bugün çislağa 2024 yıl 4. ayının 23. gün hafta seyşembe vatandaş. Endi ikinci mavzumunda Avrupa İttifaqı Cungo'nun mecburi emgek bilen işlengen mahsulatlarının Avrupa bazarına kirişini çekleş doğrusu da kanun turguzuşku bilet taşladı. Mavzulu haber 4. ayının 23. gün Amerika avazından Xitay til programı elan kılın. Haber mındak başlandı. Avrupa İttifaqı parlamenti haftanın 2. günü, yani 4. ayının 23. günü bilet taşlap, yeni kanun turguzup, mecburi emgek bilen işlengen mahsulatların işiltişini çekleş. Ve bu kanun uçuk kaldı Cungo'ga qartılgan bulup, Beijing bilen Avrupa İttifaqının münasibetini texama ciddileştirici mümkün. Bu kanun da belki Cungo eğizgi eğlenmeyen bolsun lekin nurgun kanun turguzguçular Cungo'nun mecburi emgek bilen Uyguristan'da işlep çıkargan mahsulatlarını, şu mahsulatlara berip çetiladigan mahsulatlarını Avrupa'ga kirişini çekleşini ümit kıldı. Bu kanunun layihasiga Fransiyanın Setlas qorg'ini da bilet taşlaydı. Avrupa İttifaqı parlamentinin ma'qullashig'a erishgandan keyin Avrupa İttifaqıga a'zo 27 davlat oxirida tasdiqlagandan keyin rasmiy qonuniy kuchga ega bo'ladi. Navbatda Avrupa İttifaqı Cungo'ga bir qator soda tijorat vositalarini, jumladan Cungo hukumatining qo'llashi orqali ishlanayotgan kechiringlar, quyosh energiyasi taxtisi orqali yeshil fan texnika sohasiga qo'shimcha pul qo'shib berishga qarshi tekshirishni boshladi Avrupa İttifaqı. Avrupa İttifaqida yaqinda tuzilgan qonun mecburi emgekni Avrupa İttifaqı bazardan qovlab chiqarishga qaratildi. Yana bir xabarında o ketdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi kishilik huquq doklati e'lon qilib, Cungo hukumatining Xinjiangda, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda irq yo'qitish siyosiy yo'l qo'yganligini qattiq tanqid qildi. Başladık-ku. Qattiq tanqid qildi mavzuli xabar 4. ayının 23. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 4. ayının 22. günü 2023 yillik har qaysi ellarning kishilik huquq amaliyoti to'g'risida doklad e'lon qilib, jumladan Isroiliya Hamas to'qinishi ve Rusya Ukrayna urushi paydo qilgan kishilik huquq masalalariga chunqur ko'ngil bo'lib, Cungo hukumatining ismini atab turib, Cungo hukumati Uyg'urlar va boshqalarga qaratgan irq yo'qotish va insoniyatga qarshi zo'ravonliklarni qattiq tanqid qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 4. ayının 22. gün axborot e'lon qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Kishilik huquq va qonun bilan davlat boshqarishning ko'p joylarda ko'p shakllar orqali bosimga uchrayotganligini biz yana bir qatam ko'rib yetdik. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Xinjiangda Uyg'urlar irq yo'qotishga duchor bo'lgan ve insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilishning qurboniga aylangan millatdir. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati aloqador davlatlarning kishilik huquq munosabatli harakatlariga davomli diqqat qiladiganligini bildirdi. Başlayımızda vatandaşım Yaponiyaning birinchi safda urush qilayotganligi,
Davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijingga safarga chiqishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlarida Davlat Majlisida partiya guruhlaridan alqigan bir vakillar umigining Tayvanga tushganligini so'zildi. Uningdan keyin mana kishilik huquq ham 23-kuni e'lon qilindi, ya'ni Davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijingga ziyorat qilgani e'lon qilindi. Uningdan keyin yana shu 23-22 kunlari Yevropa ittifoqi bir qonun ma'qullab, loyiha ma'qullab, bu qonun loyiha bevosita Jungoga qaratilib, Jungoning mustamlika Uyg'uristonda ishlangan məcburi əmgək məhsullatlarının Avropaga kirişini, Avropa bazarına kirişini çəkləş doğrusunu ma'qullanğan bu qanun layihə Fransiya istisno qo'rg'inida bilet tashlashga qoldirildi. Bu atogin chiqadi degan gap atandishim. Mushu vaziyat, mush ishlar mushundaq bir kunda. Shundan qaraganda boshda aytdik-ku, Davlat ishlar katibi Antony Blinkenning bu qatimqi Beijing safari oddiy safar emas vatandishim. Bu ikkinchi leksiyamiz tugadi.